xotinga nisbatan zulm qilishligi harom bo'ladi. Mumkin emas. O'sha ayolni sizga omonat ekanligini bilib va qiyomat kunida har bir omonatlar to'g'risida so'ralishligimizni bilishligimiz bu musulmon odamning oldidagi vazifasi. Bilaylik bugun. Ertaga so'ramaydi deb o'ylaysizmi? Alloh shunchalik siz bilan bizga ne'matlar bersa-yu, shu ne'matlar to'g'risida Xudo so'ramaydi deb o'ylaysizmi? Hammamizdan so'raydi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Hatto bir kasal Xudo bergan darddan voh chekadi. Ulamolar aytadiki, shu dard Xudo dard bergan paytida voh deganligi uchun hisob beradi hali qiyomat kunida. O'ylayapsizmi?